eng nadir, eng yangi, süzüklük yuqur bo'lgan filmlar Salkin Süzük film munbirda. Tor bekat adresimiz www.chekit.com. Agar xatolashmasam, bu mening tapancham deyman. To'g'ri dedingiz. Siz suv ag'ilmanganda, men sizning sumkangizni ichib, qurolni ilib olgan. Siz aldandingiz. O'yinni nihoyat chiroyli o'yindingiz. O'rningdan tur. Mana. Siz paltoyingizdagi iznakni yo'lga tashlab qo'ydingiz, to'g'rimi? Shundaq. Men bo'pti. O'ylamagan bo'g'ayding. Shundaq. To'limi aqlli ekansiz. Meningcha vuyisha bilan zarbidor atrat hozirlik keladi. To'g'rimi? Sen tugashding. O'q chiqarmoqchimi? Sana yo'liqqandan beri bo'landim, o'ltirmoqchi bo'lindim, urib so'qildim, tutqun qilindim, ahmoq qilindim. Bilamsan, men ta hozirgacha bunda xorlanib boqmagan. Albatta, siz degan xon qiz emasmi? Yomon ugunib qolgan gap. Og'zingni yum. Sen degan bir munofiq. Seni rostala o'ltirgim kelyapti. Biroq unda qilmayman. Men degan tarbiya ko'rgan odam. Qonunning nimaligini obdan bilaman. Sening jazongni hukumat beradi. Demakchi bo'g'iningiz meni nega boshlab bormoqchi? Qaytimiz. Seni o'z qo'lim bilan boshqarma atrofga topshirib beraman. Hozirdan boshlab mening ko'rsatmam bo'yicha ish qilsan. Agar qalaymag'anchilik chiqardi ekansan, etib tashlayman. Nima kelasan? Rost aytamsiz? Senda paqa? Men tex sizni chaqchaq qilib atamdikin debdiman. Bundaq mag'rurani qiyofatingni tashla. Sen bilan o'ynashadigan vaqtim yo'q. Tapanchini so'mkadan chiqarganda, tapanchida o'q bormi yo'q deb, nemishqa o'qdan qarab boqmadingiz? Nim deyapsan? Tapanchangizda o'q yo'q. Sen aldayapsan. Sinab boqamsiz. Biroq mening bir odatim bor. Men o'q chiqargan har qanday odamni o'ldiraman. Tapanchining ichida o'q bor yoki yo'q bo'lishi bilan ko'rim yo'q. Siz tepkini bossingizda tapanchining ovoz chiqadi. Men tugishiman. Agar ovoz chiqmasa, siz hayotingiz bilan badal to'laysiz. Sen meni qo'rqitmoqchimi? Uxlab tushing. Men kichik bola emas. Baya bir qatim deb qo'ydim. Siz har vaqt o'q chiqarsangiz bo'ladi. Qani tapanchining ovoz chiqamdi yo'q. Bir ko'rib boqaylik. Tapanchida o'q bormi yo'q? Buni bir ko'rib boqaylik. Sen meni aldabsan. To'g'ri. Sizni aldidim. Men doim boshqalar bilan mushundaq o'yinni o'ynashga amayaq. Azaldan mag'lub bo'lib boqmadim. Bilamsiz. Siz menga tapancha tanlagan bo'lsangizmi, 1 minut ichida o'zingizning kallasini ayrilganligingizni sezatdingiz. Biroq men bundaq ishlarni to'g'ri ko'rmadim. Voy siz degandek, men o qoida usullik odam. Men o qonunni obdan bilaman. Sizning hukumatga ishonganingiz yaxshi edi. Biroq esingizda bo'lsin, men sizning qilig'laringizdan to'liq bezor. Sizga bak o'sh oldi. Nima qaraysiz? So'shmamsiz. Tez, suratni teziltirlar. Tez, men bu yerda. Ular ovyatga tez qo'llanglar. Tez, tez.
Tez bo'laylik. Tez bo'linglar. Tez bo'linglar. Ko'pchilik, yo'lni bizdanglar. Hop! Bu sekreter, ben çıkay. Ot küçü bilen koldanlar. Düşürdünler. Hech qanday shapi yo'q-ku. O fırsat kütüyotgan bo'lishi mumkin. Yenshangning ustamargan. Qurol ishlatishga intayin moyir. Ko'pchilik ehtiyot qilinglar. Hissiyotga tayinib ish qilmanglar. Ko'pchilik diqqat. Hissiyotga tayinib ish qilmanglar. Biroq u bizga ziyonkashlik qilishni xohlamaydigandek qiladi. O baxtashlik qilgan bo'lsa, bayqi o'qdi men allaqachon o'lgan bo'lardim. Bu Yenshangning bekmi g'alita odam. Çatak bo'ldi. U ko'zni bo'yab qutulganlik. Jangchilarimiz otlansin. Birodarlar, olg'a! Tez bo'laylik, tez. Tez. Tez, bu yoqqa qarab boqaylik. U yana qochib ketdi. Doklad başlaq. Aldığımızda tağ taraf burulduğu yolda bu peltonu bayquluq. Bu Şali'nin peltosu. Qo'g'langlar. Tez bo'laylik, tez. To'xtat. Barliq yo'lovchilar mashinani tushinglar. Armiya yo'ldosh, nima ish bo'ldi? Mashinadagilarni tekshirmaysiz. Ko'pchilik kinishkalarni chiqaringlar. Nima bo'lganda? Nima tekshirdilar? Eşe, uyg'onsingizchi. Nima bo'ldi? Qarang. Nima bo'ldi? Qanday qilamiz? O'zingizni tutib oling. Guvohnomalarni chiqaringlar. Xuddi hech bo'lmagandek qiyofatga kirib olaylik. Tushundinglarmi? Johnson, pastga tushgan hech qanday gap qilma, ha? Ne var siz?
Хуаншанга барман. Yo'ldosh, nemish yuz berdi? Ajab qattiq tekshirib ketibsizlar. Marhamat. Yo'ldosh, bu ikkimiz er-xotin, u bir g'atcha, qanday ish bo'lsa mendan so'ra, ha? Nega barsizlar? Huangshanga. Er-xotin, nimada qalıngiz ishlaydi sizni? Ishlamisi bo'lamdi. Agar uningni so'rab qolsa, eg'iz asli oshkorlanib qolmamdiq. Texmini zonqib ketgandi. Qaltisiz jimosiz. Nimaga qaraysan? Qarig'dak nim baka. Ahmaq aka, qaraganda uningga qiziqib qolgan o'xshamamsiz. Nimda o'tisiz? Shunda qilib baqsin cho'qin. Ha? Shunda qilsin nim bo'pti. Uchi ichidigini chiqaramaydi shu. O'ylab qo'ysinmi bo'lmaydi odanga? Shundaqmi? Ha? Hey, qarang uningga to'g'ri debdimanmi? Bo'ldi ko'pchilik. Endi boshliq chiqsanglar bo'ladi. Tushunmay turib. Bo'ldi, tez mashinaga chiqaylik. Ha. Hey, men shuni his qildimki, u xuddi so'ngqon tansanga bo'ysungandek so'zingizga qattiq amal qiladigan. Nima deydigan siz bo'lmog'ir gaplarni qilib. Ha, ko'pchilik, tez mashinaga chiqinglar. Hozirlamangmiz. Hey, Huangshanga qanchalik vaqt yetib boramiz so'rab beqing. Ustam, Huangshanga qanchalik vaqt yetib bora olamiz? Ha, taxminan 2 soat o'pchirsiz yetib boramiz. Ha, chiqinglar, tezroq mashinaga chiqinglar. Ma'qul. Mangayli. Tez bulunlar. Tez. Hareketler tez bo'lsin. Tez bo'linglar. Tang apandim, hech nima bo'lmagansiz. Bu yo'ldosh, men faqat bo'lanmadim. Endi mang'anmayman. Birdan birlashib bering. Bu yo'ldosh, biz qo'g'layotgan necha soat bo'ldi. Odamning soyasini ko'mdik. Men jinimda yuguramayapman. U yan familiyasini demayli qo'yayli. U tek shalini ko'tarib olgan tursa, u qandaqmi bundoq tez qocha olasin. Meningcha, orliqimiz yiroq emas. Balkim oldimizda bo'lishi mumkin. Shali uchun musim bardashib bering. Bo'ldi, men birdan dam olay. To'g'ri. Uning deganlari o'rinliq. 2 soat bo'ldi. U yolg'iz bo'lgan bo'lsa-ku mayli. Biroq Shalini batirsa, qandaqsiga bundoq tez yugursin. Qo'g'lashni to'xtatinglar. Bu sekretar, bir ahvol. Yo'ldoshlar joyida o'tirib birdan aramasin. Xaritini aka. Xo'p, ko'pchilik joyingizda aramayinglar. Mana bu yer biz 2 soat ilgari hujumga uchragan joy. To'g'ri. Chataq. Bu sekretar, nima bo'ldi? Buning qaranglar. Hujumga uchragan yerning g'arbiy tarafi kichik daryo ekan. Daryodan o'tsala g'arbiy taraf bir quyuq ketgan o'rmonlik ekan. O'rmonlikdan o'tsala Yanshan tosh yo'liga chiqadi ekan. Bayatin Pangapandim to'g'ri aytdi. Yolg'iz Yanshanying bo'lgan bo'lsa-ku, qutulmoq osonti. Biroq Shalim batirsa, qandaqmi bundaq tez qocha olasin? Biz 2 soat qo'g'labmi odamning soyasini ham topamadik. Meningcha Yanshanying Shalining paltosini qasdan yo'l eg'iziga tashlab qo'yib, bizni shimolga qarab qo'g'lisin degan gap. Biroq o'zi bo'lsa Shalini elib, tog'dan g'arbga qarab tushib, tosh yo'lga chiqqan gap. Undaqda biz bekardan bekarga 2 soat og'ir bo'lib qo'g'labdik-da. U hiyligar ablah. Bu sekretar, endi biz qanday qilamiz? Kendimizga qaytib qo'g'lamdik. Endi ulguramaymiz. Meningcha biz tezlikda Huangshandagi koni uyga qaytib, Wang mudir bilan hamkorlashib, tilimizni bir qilib, Yanshanyingning paydo bo'lishini kutaylik.
Su bormi? Usab o'lay dedim. Bu qandaq ye? Taş yol. Boyi tog' bag'ri ichida edik-ku. U degan 2 soat ilgirki ish. 2 soat? Men husiz 2 soat yotdimmi? Hayron qolarliqmi ekan? Ularchi? Ular? Siz bu yuşanın zarbidar atirdim demsiz? Ular hazır tağ bağrı içinde meni qo'llash bilan avara. Biroq men sizning paltoyingizdan foydalanib, ularni o'zimda yiroqlashtirdim. 20 chaqirim ichida g'arbga qarab mengib, quyuq o'rmonlikdan o'tib tosh yo'lga chiqdim. Qandaq? Umidsizlandingizmi? Bu mashinani nereden topdingiz? Siz bilan munosabati bormi? Mundaqni so'rab qo'ydim. O'g'rildim. Siz bekmi qo'rqinchli ekansiz. Odam o'ldirib, o't qo'yib, o'g'irlaydigan narsalarning hammani o'g'irlab yurgan. Hech tushunmadim. Siz azaldan qonun to'g'riliq ta'lim tarbiya olmagan o'xshamamsiz. Qaysi davlatdan chiqargan qonunni qarayman. Hozirgi kompartiyaning qonunini deyman. Men qonunni hurmatlayman. Biroq tartibsiz amal qilib ketmayman. Balkim kunlarning birida vazifam oyoqlashsa, men cho'qim qonunga qattiq rioya qiladigan fuqaroga aylanaman. Meningcha siz o'zgarmaysiz. Ha? Nimishqa? Siz degan xatarli shaxs. Vazifa, nishon, hammasi bahona. Siz azaldan odam o'ldirib, o't qo'yishga amroq. To'g'ri, rayimsiz qotil. Xonqiz, nima desam bo'la? Siz kichigingizni tortib, erkin aynoq, jafo tortmay yaxshi kiyib, yaxshi ichib, erkin yurish sizning tug'ma peshonangizga putilgan. Shunga albatta buni tushunmaysiz. Bizdek burnimizga o'lim purab turadigan odamlarni texmi tushunmaysiz. Acaba o'lim tumshug'idan ketmaydigan odam cho'qim odam o'ldirish kerakmi? Yana hali qanday nomussiz ishlarni qilish kerakmi? Hayot qilish uchun, vazifa uchun, uningdan battar nomussiz ishlarni qilishga roziman. Shu sababdan sizga burilib aytib qo'ygan. Meni qistima, bo'lmasa siz o'ylagandimi bak, qo'rqinch ishlarni qilib qo'yishim mumkin. Sizning gap qilishlaringizmi? Alvosdan o'xshaydi ekan. Men taxi o'zimni nihoyat xushfe'l hisoblayman. Unda siz o'zingizga faqat baho beramaydi ekansiz. Sizga o'xshashmi? Siz o'lsam siz bilan birga turishni hargiz xohlamayman. Undaqda siz o'limning nima ekanligini faqat bilmaydi ekansiz. Siz bilan tanishgandan beri men tushundim. Ajal vaqtingiz rostdan yetib kelganda hargiz undaq demagan bo'lardingiz. To'g'ri. Deydisingizmi, deyishga ulguramaysiz. Aras, sizga yana bir ishni eskartib qo'yay. Meni o'zingiz bilan birga turishni xohlaydi deb o'ylab qoldingizmi? Rost gapni qilsam, sizga bek o'sh oldi. To'lim o'sh oldi. Shuning uchun kimiga ega bo'lib qolgandan keyin sizni 1 minutmi avvar qilmayman. Shu hamma sizni qo'yib beraman. Endi xo'sh o'g'atsiz. Nochi bo'lsangiz meni ketgil qo'ying. Men yipishyoman. Dedim-ku, kimiga ega bo'lib qolgandan keyin deb. Siz bu Huangshenmi?
Mening tushundaq. Bundaq cho'ng yerdan uni qandoq topamiz? Faqat kemi topa olsaqla, Yanshonyangni cho'qim topa olamiz. To'g'ri. Kemining ishini unutib qopdiman. Biroq kemini qandoq topamiz? Subayeda cho'qim kemi bo'ladi. Shunga biz avval daryo bo'yiga berishimiz kerak. To'g'ri. Ajabmi o'tganmi? Bo'ldi, mangayli. Әң надір, әң еңі, сүзіклік yuqori болған filmlar сәлкін сүзік film munbirda. Tor bekat adresimiz www.shj-salkin-com. Keldik. Hey, ehtiyot qiling. Qara, oldimizga. To'g'ri, mangayli. Mana bu Xonshendagi koni uy. Yiliq bu yerlikdan suratlab berishcha, shunday qiladi. Biroq Changjang daryosi ko'rinmaydi-ku. Angla. To'g'ri, shuka. Hey, ko'rdingizmi? O yerda palampay bor ekan. O yerdan pastga tushgil bo'ladi. Cho'qim pastda daryo bor. Kema, cho'qim shu yerda bo'lishi mumkin. Hey, nimaga oldiraysiz? Nim bo'ldi? Siz Javtegangning so'zini unutib qoldingizmi? U sekretar ularni qo'g'lab yengib ekan. Kim biladi? Ularning odamlari bu yerga mukib oldimi texi? Ams qanday qilamiz? Yanshonyang kelganmidi? Avval ko'ztib baqayli. Hey, o'ltir olayli. Olmaydir. Qara. Qo'lchiroq inamatdi. O sekretar kelibdi. Ko'pchilik bildirilmay turinglar. Men chiqib qarab baqay. Yil quvonmadir-ku. Sen qayerda? Tez chiq. Yusha, Yanshonyang kelibdi. Qara. Ahmaq. Obdanroq qarab beqma. O kim? Oxiri keldi. O kim? Bo'yturqi, kiyinishlari nimaniq Yanshonyangga qo'yib qo'ygandek o'xshaydi. Men bu Yushaning nima uchun jon tikib Yanshonyangni tutmoqchi bo'lganligini oxiri tushundim. Boshqalar uni o'rkolabdi. Xabaringni olgandan keyin bu yerga tez suratda yetib keldim. Qaraganda rostilla kechikib qolmabman. Yanshonyangni oldida ketdim. Nəhayət yaxşı. Bugün kəş, Yanshonyang bilan o Yushani bir taraf qilib etsaklar, o bürkütü planiga to'sqinlik qilgan odam qilmaydi. Xo'jayinmi xotirjam bo'ladi. Men o'z qo'lim bilan Yanshonyangni o'ldiraman. Meningmi buni ko'gim bor. Bo'ldi,
Plan bo'yicha ish ko'raylik. Konoydagi jangchilarni bir taraf qilib bo'libla, bu radarlarni boshlab berib, Piristondagi kemalarni portlatib bitaylik. Harakat tez bo'lsin. Menimcha Yan Shoyin bilan G'uyisha hozirlik yetib keladi. Mayli, tez. Aslida xoin u kenda. Anladingizmi? Ular kemini portlatmoqchi. Ularni to'sib qolaylik. Endi qanaqa qilamiz? Somkangizda portlatqich dori bormi? Ozroq bor. Mayli. Yan Shoyin keldi. Urushga tayyorlik qilinglar. Sen Tez ochqichni teping. Portlatqich dori ko'p emas. O'zingni bardashib beraman. Ma'qul, ehtiyot qiling. Sizmish. Tapaldın mı? Yine zeli.
Tez bulunla, tez. Valyaşı, bu neymiş? Bilmeyim. Ben bayatılmış ermanğa dursam. Ablah, yol başat. Tez bulunla, tez. Tezrak, tez. To'xtala. Astırak. Yanım astırak. Yana bu işi mümkün emez. Bu nedir lan? Tez bulunla. Hop. Tez bulunla. Tez. tez. Bunu çoğun başkalar planlap kıgan. O yaramaz. Boşunda küçükün işini caylap kılanmıgan. Bekadım bekad, nurgun adamlarımızla ayrılıp kaldık. Tek karşı taraftan kim ikkenligini bilmeydik sen. Eğer ben bulmağım olsam, bu yana tapalam tala. Sen? Sen abdah yaramaz emas mi? Yaramaz boğanlığın üçün, yani şu anını 3 katım kaçırıp koydun. Yani tek onunla tayak yap, muşalık çıkıp kapsa. Abdah ben seni itiydim ben. Tezrak. Qolsalar qani. Nurg'un birodarlar qarab turdi. Meni o'ldirsam, xo'jayin seni qanday mukofotlaydi ekan, ko'rib boqay. Yana bomba bo'lishiga hargiz ishonmayman. Birodarlar, olg'a! Olg'a! Turşa! Tura! Hammang turush! Tura! Tura! Ma'qul. Menga agishib berish. Portlaydigan ish bo'lsa, avval men portlay. Turinglar. Mayli, tez. Oldi tarafimizda odam bor ekan, ustaylik. Aşkış! Aşkış qayerda? Aşkış qayerda? Gemi uçup bunu tutuşkula. Aşkış qayerda? Yüce! Beni koyun siz koyun. Özünüzü bismillah. Ben ölay. Özünüzü bismillah. Aşkış yapın deymen. Boldu kılım. Beni koyun. Beni bir çalışmırdı. Gibimni anlam. Yaşayanın hayatı sizin kolunuzda. O'zadi qanday ish? Bu Xongshandagi konuymi? To'g'ri. Kimi qayerda? Past tarafki Pirostonda.
Buni kim qilgandi? Sizga nima bo'ldi? Siz nima ishga yig'laysiz? Әң Надир, әң еңі, сүзіклік yuqur болған filmlar сәлкін сүзік film munbirda. Tor bekat adresimiz www.chekit.com. Unda qilma. Qo'rqidi ekanman. Bu aşkoç. Maşini işikada da. Tez ketin. Sizce? Ben əmni ketmeymen. Bolmasa texim nurgun yoldaşlar men üçün qurban boladı. Burunla qılışıq deyişlik bolğan işimni qılıman. Siz cho'nchingga qaytib vazifa ijro qilaman degandingiz-ku. Qararımni o'zgartdim. Tez ketin, bolmasa ulguremeysiz. Quralımda o'qba, o'zingizni qovdang. Jiningizni seppamoqchimisiz? Siz burunla mening o'lib ketishimni umid qilardingiz-ku. Yana chiqinglar. Hop! Mayli. Kesma. Karnınız bombusu. Onu oxamı de, buraderler onu öldürüydüler.